بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 165 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك بعه ولو بنبش. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytgan ekanlarki, agar qul o'g'irlik qilsa 20 tiyinga bo'lsa ham sotib oldim degan ekanlar. Uni urma, so'kma, jazolama, boshqa qilmada sotib ol. Bunda nima foyda bor? Bunda foyda shuki, qul shu bir muhitga o'rgangandan keyin o'g'irladimi, yana o'sha yerga yursa o'g'irlagisi kelaveradi. O'sha ko'rgan narsasi yana ko'ziga ko'rinadi, o'g'irlangan joyi bor, boshqalari bor. Shuning uchun sotib olsa boshqa yoqqa boradi-da, boshqa sharoitga tushadi. O'g'irlagani uchun jazo shu bo'lganligini eslaydi-da, keyin o'g'irlikdan qoladi. Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamni bu boshqa barcha buyruqlari kabi o'ta hikmatli bir buyruq bo'lgan. Uringlar, so'kinglar, qiynaylar, tamg'on bosinglar yo boshqa deyish mumkin. Lekin u zot uni demadilar. Faqat o'g'irlikni oladigan, oldini oladigan kelajakda chora uni sotib olishni amr qildilar. 87-bob Babul xodimu yaznibu. Xodim gunoh qilsa nima bo'ladi? 166-hadis Luqayt ibn Sabra va o'z otalaridan rivoyat qilar ekanlar. U kishi aytadilarki, intahaytu ilan nabiy sallallohu alayhi va sallam va dafa'a ar-ra'i fil mirahi sakhlatan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة فكان فيها قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك وإذا استشفقت فبالغ إلا أن تكون صائما. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga yetib bordim dedilar ravi. Shunda bir cho'pon bir idishda terisi shilingan qo'yni olib kelib qo'yibdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, sen cho'ponga aytyaptilar. Bizim mingta qo'yimiz bor, undan ziyoda bo'lishini xohlamayapmiz deb o'ylayapsanmi? Qachonki cho'pon bir nimani o'shaligi shilingan teri shilingan qo'yni olib kelsa, uni o'rniga boshqasini so'yamiz degan gapimiz yo'q bizda. Ana shu gaplarining ichida payg'ambarimiz yana aytgan ekanlarki, nasihat ma'nosida, sen o'z ayolingni cho'ringni urganingdek urmagin. Agar istinshoq qilsang, ya'ni burningga suv oladigan bo'lsang, mubolag'a bilan oxiriga yetkazib qilgin. Illa soyim bo'lsang, ro'zador bo'lsang buni qilmagin degan ekanlar. Bu yerda demak Rasulullohning qo'ylarini boqib yurgan cho'pon terisini shilab kelgan. Shunda Rasululloh, buni nima qilding? U bu demaganlar bizni sen nima deyapsan? 100 ta qo'yi bor, oshchasini so'yib turaveradi deyapsanmi? Biz hech narsamiz yo'q edi o'zi. Ma'noni juda odob bilan aytganlar. Misol uchun o'sha shilingan terini olib kelib cho'pon oldimizga tashlasa yana bittasini so'yaveradigan holimiz yo'q edi bizda degan ma'noni aytib, xodim katta bir ayb ish qilib qo'ygan, qarovsiz qoldirib qo'yni o'lib qolishiga sabab bo'lgan, keyin uni o'lganini isbot qilish uchun terisini shilib ko'tarib kelgan. Shunaqa bo'lsa ham unga bir og'irlar gap aytmasdan nasihat qilib, yana uni ichiga boshqa gaplarni ham qo'shib qo'ygan ekan. Alanga bir yo'li og'ir botmasin deb, ayollarni cho'rini urganda urmanglar ayollarni, tahorat qilganinglarda istinshoq qilib burninglaringizga suv olsalaringiz oxiriga yetkazinglar, lekin ro'za bo'lsa ro'zani ochilib ketish xavfi borligidan bunaqa mubolag'a qilmanglar degan gaplarni ham yengil-yelpi qilib aytib qo'ygan ekanlar. Mana shundan ham Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallamni gunoh ish qilib, katta bir ayb ish qo'ygan xodimlarni ham urib so'kib, qattiq muomala qilmaganliklarini ko'ramiz.